Başladık. Assalamu alaykum. Aşu jiraqda dünyanın her bulun pışqaqlarda ko'rayotgan aziz mehmonlar. Men bugungi u dialog bo'limining riyosatchisi Kavsar Kurash. Bugun biz bilan birga suhbatlashadigan Mirkamal Turg'un bor. Xush keldingiz. Rahmat Kavsar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ismim Mirkamal. Fransiyaning Parijda yashab 20 yilga yaqin bo'ldi. Bizden şu karton film kesbide raqamli rejissor diplomini olgan, raqamli rejissorda tarjima qilib digital director deymiz. Endi muzika jihati shu bugungi parangimiz shu muzika jihati bo'ldi. Endi muzika severimda yuqori emas. Lekin tirishchaniqim yuqori, san'atkorda qalpaqsal cho'ngib qoldi. Qijiilib qoldim. Suhbat yaxshi ma'noda. Shu Mirkamal o'zingni bir tushuntirasang, qanday qilib muzika chalishni boshlagan, qanaqa qilib qiziqib muzika shu chiqayotgan instrumentlarni tatib qanday ashuna qiziqib qolganda shu boshini so'zlab bersan, turmaydiganlarga o'zing tushuntirib. Buldu men 80 yıllarda tug'ilgan. İşim birga badi. Şu 80 yılın ahırdan başlap men Avrupa müziklariga qiziqqan, rock müziklariga u vaqtlarda bizga taraf kelgan kasetlar keladi. Kesilgan kasetlar. Ashlarni anglab, yeni müziklarni anglab, boshqacha shu Avrupa müziklariga qiziqish bo'lgan. O'zimning yerlik müziklariga qaraganda Avrupa müziklarining ta'siri katta kuchgan shu o'smir vaqtlarimda. Taki shu Fransiyaga kelguncha, Fransiyaga kelgandan keyin undan gapni rostlamda beray shu Fransiyaga kelgandan keyin bizning nimalarimiz bor deb o'zimizning yerlik san'atlarga burungi san'at asarlariga qiziqgan bo'ldim. Shu sabablardan o'zimni gitarlarni o'rgangan, o'z oldimga o'rganib olgan. Undan shu qatorda shu degan What the Pakistan degan guruhni qurdim. Bu guruhni asosan shu guruhning maqsadi Uyg'ur gunga, undan yangi zamon she'rlarini markaz qilgan bir xil hamkorlashma san'at guruhi hisoblanadi. Mening asosiy rolim shu bizning donliq Uyg'ur shoirlarning she'rlarini naqshga aylantirish. Shu bir yilga yaqin shu 10 nechilik naqshni ishlab bo'ldim. Bir qismi to'g'ri chiqdi, yana bir qismi ishlanmoqda. O'zimning do'stlarim bilan birlashganman. Naqshani yozib bo'lgan ekanman. Ko'pincha inglizcha, undan bir qismi uyg'urcha. She'rlarim asosan shu Xayri Izgil, Ahmadjon Osmon, Fatima Sayya, G'o'ji Muhammad, Abdulhamid Akbar, Adil Niyaz, Tarat Tursunning men yaxshi ko'rib o'qigan she'rlari. Buni bilan to'xtalib qolmayman. Barbara o'zimning she'rga umroq boshqa uyg'urlarimizga o'xshash o'zimga yaxshi topilgan she'rlarni amalda naqsh qilib aylantirg'im va inglizcha bo'lsin yoki uyg'urcha bo'lsin shu maqsadda qilgan guruhlar. Ama azıcık ahıra yansaq şu grupning ismi menimcha biraz nocha hamza g'ayri ashning maqsadini bunda bilmaydiganlar bir tushuntirasang, What the Pakistan deb nereden keldi bu ism? Qanday o'ylab chiqqan? Shuni bir tushuntirib bersang. Ismga meni yaxshi ko'rganlar jiq, lekin yaxshi ko'rganlar aslida demaydi ekanman. Men to'la anglayman, undan e'lon chiqqan vaqtda misol xushmasliklar vaqtida aniqlik berib qo'yganim yaxshi. O'zim Urumchida tug'ilgan, hargiz bu ismni o'zim tug'ilgan yerimiz cho'ng'igan yerga haqorat qilib qo'ygan ism emas. Aksincha bu narplarning bizga Uyg'urlarga yoki O'rta Osiyo bo'lgan turmushining qanchalik soddligini aks ettirish uchun qo'ygan. Masalan, diasporada yashagan Uyg'urlar O'rta Osiyodan boshqa yerdagi davlatlar shu 2017 oldida Uyg'urning kimligini tushundirish uchun degan soatlab so'zlab ingaklarimiz sanglab qog'ochda so'zni sakma chekatib qarab turadi. Shu qarashlari bir xil what the fuck degandek tushunasizmi, bir xil ilishmachan bir narsaga qilgandek bir xil ta'sir beradi. Keyin medialashga boshlagandan keyin qarasak shu medialarda bo'lsin yoki g'arb siyosiyonlari bo'lsin bu bizning Uyg'urni faqat bir xil tragediyaga ham zulm uchragan bir changal xalq deb ta'kidlab to'xtamay shunda
yig'lab yuradigan odamdek boshqa madaniyat yo'q desam tasvirlaydi. Bundaq ko'rinishlar takrorlanaverib bizning patqoq istab qo'ygandek, patqoq patirib qo'ygandek bir xil tuz taqgan yerimiz og'riqqa tuz taqgandek bir xil bizni xarabiylashtıradi. Amaliyot aramızda qarasak degan san'at jihati olsun, yoki siyosat jihati olsun, nurg'un ulug' ishlarni qilayotgan odamlarimiz bor. Ularning shu qarshilik ko'rsatgan kuchi sal bisilib qolib, ularning o'rniga fursatparast qutqazuvchilar bizning temani og'zining uchidan bir xil so'zlab yurib, chiqishlarni qilyapti. Hammani bir tayoqda deydiganim yo'q. G'arbning nurg'un samimiy do'stlarimiz bor, o'zining ishidan chiqib ishlarni qilgan. Ular mening ko'z qarashimni to'g'ri bildi. Shu sababdan shu What the Pakistan degan ismni qo'ygan. Albatta bizga qilgan haqorat emas. Yig'ib kelsam shu G'arbning bizga bo'lgan tushanchisini qanchalik tezligini oshkorlash, ondan yana bir tarafdan qilayotgan ishim san'at ustidan olgan bir xil qarshilik ko'rsatish, u G'arb bilan dars berish majburiyat emas, G'arbdagi ba'zi xato tushunchalarni tuzatish Uyg'ur she'rlariga asoslangan holda. Ham yana shu Xitoyning bisimga bo'lgan bir xil qarshilikni ko'rsatish sababidan ham. Menimcha o ism ham quloq bo'shaqqandan sirt texmi buyukroq o'ynaydigan rollar ism nima buni qo'yib olding degan o'zidimi shu o'zini kimligingni tushuntirish bir fursat chiqdi-da. Ha. Zaten shularning endi shularning hamma odamni bir tarafda deydigim yo'q. Nurg'un odamlar shu reklam tezlam chonqur tushunchi yo'q bir xil shu narsa zerikib aytganda Yevropada yashaganlar to'liq soatlab tushuntirib ketamiz boshqa millatlardek oson tushmaydi bizga. Ya fransiyalik, ya italiyalik deb birlam so'z bilan tugasa o'zining nadim kelganligini soatlab so'zlaymiz. Shuni zerikib aytgan. Bizning xatoligimiz emas, shu dunyoning xatoligida bizga bo'lgan. Yana uzoq shunga bo'lsa to'g'ri tushunishni mumkin. Nafs markazi o'zimizga unda haqorat qilamiz. İbay naqshining qanday muzikaga qiziqib boshlagan so'zlayotganda muzika shu vatanda ham qiziqishib boshlaganmi yoki chet el chiqib boshlaganmi? Men muzikani shu vatandagi vaqtda ham qiziqqan. Shu kasetlarda u vaqtlarda VHSlar bor videolarni ko'rgan. Bu narsalar shu bizga kelib qoladi. Internet yo'q vaqtda albatta. Internetsiz ashunaq G'arbning san'atlari bizga keladi. Ondan nima ba'zi shu so'zlarni qiladim kasetlarni setib degandek. Shulardan anglab, ular orqali ham ba'zi atrofimdagi muzika chalgan bolalardan akkordlarni so'rab, "Men qanday chaldi, ani qanday chaldi" deb shundaq do'rab yurib o'rgangan albatta. Shu 9-10 yosh vaqtlarimda kirishib qolgan G'arbning rock musikalariga. Anglaydiganim asosan shu metal, grunge, punk muzikalar deyiladi. Shu vatanda muzika o'rganayotgan jarayondan hozir men chet el chiqib muzikaning o'zingniki masalan ilqanda muzika chalayotgan usul ya bo'lmasa olgan ta'siriniki qanday sharq tarafdan g'arbga sayohat qilib muzikaga bo'lgan tushuncha ta'siri qanday o'zgardi? Agar o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa. Sharqdan g'arbga. Chunki muzika teoriyada ozroq farqlanadigan narsalar bor deyman. Albatta. Men qilib muzika jihatdan g'arbdan sharqdan uchrashishni pek yaxshi ko'raman. Buni tatbiq ko'raman. Ondan men buni tatbiq muzika jihatdan, ondan san'at jihatdan bir xil yangilik intilgan bir xil havsim bor. Bizlarning yasi vaqtimda hip hop o'ynaydim. U vaqtlarda shu kinolarda Ablajonov ayni vaqtda kinoda bir breaking dance qilgan ko'rinishlar bo'lib, shu bir avjab ketib, yangilik narsalarni izlaydim. Muzika jihatim shunday bo'lgan. Hozir men savolingdan
o'ylab nima qilib baksam shu men 80 yildagi vaqtlarimda uydagilar me'morchilik qismi uyga me'morlar kelsinmi so'rovlar bo'lgan vaqtida faqat Hindiston Pokistonning yaqinda Amadis Dancer degan naqshlari yoki Turkiyaning naqshlari keladi. Hozir o'ylab baksam, hozir savolimdan o'ylab baksam shu vaqtdagi muziklarmi sharq bilan g'arbni uchrashdi. Ondan 90 yilning boshiga kelganda Urumchida tuyuqsiz yaqinda rock eqimi paydo bo'ldi, underground guruhlar paydo bo'ldi. Oxiridan bir muncha guruhlar chiqdi. Ular qarasimi ashunaq Yevropadan kelgan ash eqimni va o'zining narsasini qo'shishga tirishgan nurg'un asarlar bo'lgan. Andan 90 yilning oxiri kelgan vaqtida flamenko shamlig'i urilib ketdi. Rockchilarimiz flamenko chalgan ketdi. Bu flamenkoda texnologiya yana sharq bilan g'arbning birlashmasini aniq ko'rib oldi. Shu o'zimga kelsam bu sal g'alatiroq ish ayedagi vaqtimda, jurtlik vaqtimda, umrimning yarmi jurt o'tdi. Mayedagi muzikalar qiziqadi. Maya kelgandan keyin endi o'zim tabiiylan ayedagi muzika, o'zimning yerlik muzikalar qiziqgan bo'ldim. Balkim shu ishni bir yerga tortish orqali muzika keyingacha boshqacha ishlarni sinab ko'rish mumkin. Mushu yana muzika jihatiga qarasak, men chet el chiqqandan yoqi Uyg'ur bo'lgan suhbatninki qanchalik ta'sir qildi. Mushu muzika narsalarga, muzika ishlash guruhlarini qurib degandek, masalan ba'zilarninki Uyg'urligidan Uyg'ur kimligidan tashlamash Uyg'ur parsilam naqshlam qilganlar bor. Ya bo'lmasa Uyg'ur bilanlar muzika chilib, hozirgi sinan guruhida bir tallam salam Uyg'urg'u. Ha, hozircha. Hozircha. Shu guruhda masalan ularni qanday topding? Ular qanday qiziqdi, qanday masalan kallani bir ekilib proyektlarni ishlab qilsa, shular fikrlarni anlatsam. Isat shu hozir Uyg'ur diasporasi yoki vatanning ichida muzika ishlash bo'lsin, ikki tarafda hozir muzika ishlash hozirgi davrda burunga qaraganda alamat oson. Lekin bu osonlikda sanatchilarni texmo qaytyapti, sahnlarda yoki medialarda, streaminglarda. Sanatchilar jiqib o'zlarining asrini oldiga chiqarishga sal tasdiq paydo bo'ldi. Mening o'zimning his qilganim hozirgi zamon muzikalarini ishlayotgan o'rinda turib so'zlasam shu diaspora vatanchi qaraganda tasrak. Bu yerda shu sen degandek masalan o'zimizning tilda aytmasak, o'zimizning chalg'a asboblarini chalmasak, ondan atlas konvoylarni kiyib, chimandoqlarni kiymasak, bizga ya sahna berish yoki tortishga ancha qiziqib ketmayotgan bu yerda. Men tushungan, ayni vaqtda tushungan zamonaviy naqsha deganim o'zimning tushunchasi albatta shu dunyo madaniyati yani o'xshamagan variantlarning birlashishidan g'arbda bosh ko'tarilgan, lekin g'arbning ijodiyati emasligi bu hozirgi modern naqshlar. Bu yerga qarasam shu diasporada qarasam shu masalan yerliklar yana unda sahnani hozirgi zamon sahnasini asosan bizga bermaydi. Mankevatdan javoblar aslında. Ondan o'zimning gruppasidagilarmi shu asosan fransuzlar. Dün bakacağım yerim Fransız, yerim Türk. Ondan saksofonistlerim Fransız falan. Ulardan bir şeyde aşağı sel düşünmezlik olan. Ularni sel mağaz olab bakan. Çoxum Uyg'urcha aytadigan, endi Uyg'urcha aytmasam, egzotik oldu degandek shu bir xil. Mening maqsadim Uyg'ur she'riyatini shunday yaxshi isl tarjimalari va Joshapingan yoki Munavvar Abdullah Xon shunday isl tarjimani mishlar chaynab berish orqali bizning she'riyatga qiziqtirish, madaniyatimizga qiziqtirish. Agar uni Uyg'urcha qilib faqat Uyg'ur tili bir xil chalg'a asbobdek undaq egzotik olgan bo'lsa, uni hargiz hadmayman. Albatta o'zimning tilini yaxshi ko'raman, shunga ba'zi naqshlarimni Uyg'urcha aytaman. Shu maydonimni ching tutishim kerak bu diasporada muzika ishlashda shu ba'zi narsalarda o'zining ideyasida ching turmasa,
sal boshqa yerlarga tiyilib ishlar ekan. O'zimizning milliy chalg'i asboblari shu yerlik chalg'i asboblarini ishlatib muzika qilayotganlarga shunday qo'l qo'ymay ularni qilayotgan ishlarini shunday ulug' ularga boshqa hech qanday ko'z qarshim yo'q ularni qilayotgan ishini qo'llayman. Shulardan tang hozirgi zamon muzikasidami shu bo'shliqni to'liqlashga bizlar emas nurg'un yosh bolalar bor hozir diasporada hozirgi zamon muzikalarini qilayotgan rap qilsin yo bo'lmasa rock qilsin boshqa muzikalarni qilayotgan ularnimi shu bakrak sapga ketilishini shu bo'shliqni to'liqlashini umid qilaman. Bu bizning zamonda chiqqan narsa emas. 80 yillardan burun men muzikshunos emas lekin o'zimning shaxsiy tajribasini so'zlayapman. 80 yildan boshlab biz chiqilib zamonning har bir betida oldida tang yengayotgan odamlar to'q. Masalan, Qozog'istonda shunday muzikantlarimiz bor, shu vaqt biz anglaydigan. Ondan menimcha u ishlarda ish qilib bizga tez tushdi hamda shundan so'ng dalni qo'yatmasi kerak diasporada. Shu she'rlarni masalan she'rlarni tanlab ma'ni naqshiga aylantirsak bo'lgan degan ilhom nereden keldi? Qaysi she'rlar qarab qaysi hissiyotlarni izlaysa shu ma she'ra manda his qilg'izdi shuni tarjima qilg'izib ma bizni tushunmaydiganlarga o'xshash hissiyotni degandek bu ilhom nereden keldi? Qanday qilib tanlaysiz she'rlarni? She'rni bana tabiiylam keldi. Ba'zi vaqtlarda bir melodiyalarni chalgan vaqtida o'tgan bir do'stim bilan paranjib qilgan bir melodiyani chalib qallamda o'zim og'zimga kelgan so'zni so'zildim debdimi. Amaliyotda og'zimdan chiqqani boshqa bir she'r ekan to. U do'stimga bu she'r, u do'stim shoir do'stimga u gap bu she'r men anlaganim she'r deb she'rma deb internetdan izlab baksam gap u Xo'ja Muhammadning bir she'ri chiqib qoldi-ku. Ba'zi vaqt ashtaq bilmay kallamga kirib qolgan va o'qigan she'rlarim. Ba'zi vaqtida andan she'rlarni o'qiyotgan vaqtimda men she'rni bir qitim mundaqam diagonalcha o'qisam tugatmayman, qayta o'qiyman. O'qiyversam biz navbatda she'r o'qigan vaqtida biz intonatsiyaga qo'shgan ishlarimiz bor. Shu sababmi o'qimayman, o'qiyverish jarayonida bir xil kallamda melodiya paydo bo'lib qoldi ba'zida. Hammasiga emas, ba'zida melodiya paydo bo'lib qoldi. Shu melodiya bilan ondan barbara shunga tayinib muzikalarni ishlayman. Ba'zi vaqtida shu o'zim tushunmayman nimda melodiya bo'lib qolganligini, lekin shunda to'g'ri tushundim. Hozir chiqargan muzikalarniki, masalan, she'rlarniki qancha yillarniki she'rlar ko'pincha chiqdi? Asosliq ishlatadigan she'rlarim bunga ondan yangi zamon she'rlari. Yil soniga qaramadim, lekin yaqin zamon she'rlari jiqroq. Hozirgi zamon yaqinda bo'lgan she'rlar jiqroq. Lekin burunqilarini unutqandim. Masalan, Abdurahmetning Umr manzilini naqsh qilgan tunjiqib. Umi xili vaqti uzun she'r. Shu mening butun diqqatim shu Uyg'ur she'rlarini amalda naqshga aylantirish u men kashf qilgan ish emas. Bundan tadqiqot bizning xalqimizda nurg'un san'atchilar qilgan o ishni. Shu ashlarning izini besayotgan yerim bor, shu faqat chiqolmadim. Ashlarni ozroq menga ishonch berganda, misol she'r orqali she'rlarni naqsh qilib bo'ldi. Bunisiga u yana bir bana kelgan ilhomiy nima bo'ldi desa, inglizcha aytganim ba'zi vaqtida repetitsiyadan chiqsak, yo bo'lmasa do'stlarim bilan naqshlarni olganlar ba'zida bilmay mening naqshlarimni g'ingshib qo'ydi-ku, necha tekstni g'ingshib qo'ydi. Men uni olsam bir xil naqshamni aytdi deb qo'sha olmayman. Bizning Uyg'urcha she'rni yodlayaptimi u deb bilmay Uyg'urcha she'rni yodlayotgan ashuni qo'sha olishmi? Ashim bir xil ma'naviy jihati meni xush qilgan shu. Boshqa yot allarning bizning she'rlarni ingliz tilida naqsh qilishni shu she'rlarimizni o'rgangina hisobda. Shu ilqi
ko'pincha naqsh yozilgan vaqtlarda Muşta özüm bilmey baş yerini özü editigan şekillerde yazılandı ya bo'lmasa ko'pinchisi özüm izlab anikin ha ma naqshi tushirga degan shakillarda qaysi jiqroq chiqdi sizcha? Ba'zida shuna bilib bilmay hamma tekstini nimqlamayman hamda necha jumlasi kirishib qoldi. Shundan boshlanib andin qolganiga o'zim zo'layman. Ba'zida ba'zi she'rlar bor kirishib qolman. Qilmasam bo'lmaydi deydigan. Uningga bakcha vaqt ketadi. Uningga ba'zida masalan shu Fatima Sayana shu Serinish Longing degan she'ri men bakcha vaqt ketgan. She'rning o'zim bak uzunti. Uni shu ko'pchilikashtirib muzikaga silishga, andin hissiyotni to'g'ri ifodalashga hisobda bir yildek vaqt ketdi deyman shuni to'liq tushirishga. Andin Ro'jmamat Mamatning bir she'ri bor Akim deb. Bu she'rni alomat yaxshi ko'radim, uni alomat tushpadim. Dialogga evet bag'antim balkim keyinda qalisi qo'yib qo'yildi, uni bir konsertda akustik qilib chaqan naqshdi. Bunga bakcha vaqt ketgan. O'xshagan shaklda bo'ldi. Ba'zida tabiiylan melodiyani olayman, ba'zida o'zim boqaman, ba'zida tekstlar o'zlari kirib qoldi chavotgan narsamga. Qilib o'xshagan shaklda bo'ldi. San'atning go'zalligimi shu ekan, ba'zi vaqtda g'alati ishlarga uchrab turishdi. Mushu masalan ba'zan naqsha yezib bir melodiyadan masalan melodiya kirib qoldi deylar. Shu melodiyaga o mushu maskalagan bir she'r topsam bo'ladi deb izza qilib bir burun hech bir anglab baxmagan ya bo'lmasa jiq bunda jiq odamlar bilmaydigan she'rlarni tep qilib o ajab anglab baxmabdi ekanmiz bu she'rni degandek she'rlar chiqqanlar bormi? Bor. Tayirkamning shu Achar vaqt degan naqsi bor. Uni asli vaqtida burunqi gruppamda, uning ismi Wata Pakistondagi burunqi guruhida tekstni o'zim yozgandim. Men gapga kelgan vaqtda, tekstga kelgan vaqtda rasmiy shikli qo'lab so'lqaychi. Qo'lim bormaydi, unday ishlarni yaxshi qilmayman. Yozgan naqsham bor deb bekshuzlab. Ahang yaxshi, lekin tekst yaxshi emas deb. Qat'iy yaxshi ko'rmaydim-da tekstni debman. Buni shu Achar vaqtni o'qidim, inglizcasini o'qidim. O'qib bir xil mening bishda yozgan bekshuz o'xshashlar tema jihatda, mazmun jihatda o'xshashligini his qildim shu. To'xta, ma tekstni sinab boqaychi deb shu Tayirkamning she'rini naqam tushgandi. Ashtam mo'jizalar bo'lib qoldi ba'zida. Ashtam tekst tayyor tushib qolgan. Bir taqdirim deb. To'g'ri. Musha izdotgan ahvoldagi ilqamda yana abayq so'rga o'xshab qolgan savol bu ama o'zim boshqalarga masalan menga ko'rayotganlarga ma she'rni menimcha 90% bilmaydi ama 100 o'qib beqish kerak bek go'zal bir she'r degandek she'rda chiqqanlar bormi? Bo'lgan bo'lsa bugun mana tavsiya qilingan she'rlar qaysi masalan? Bakmagan az she'rin demakmi? Ha, masalan ko'pincha bular yüz anlab baxmagan deb o'ylaysiz. His qilsam-da, chunki bu popular masalan ko'pinchisi bilmaydi ama ko'mil qolgan qana deymiz? Ko'mil qolgan treasure deydi inglizchada. Ashuna o'xshash she'rlar bormi masalan? Masalan men jiq uyg'ur she'rlarini bilmayman masalan. Mendeklarga tavsiya qilgan. Ben uni bu sefer men shu haqdan qalsılı kirib chiqamayman-da. Hozir mashirini cho'qim qilmaysizlar deb bir she'rni desam o'zim pek yo'q tutib olgandek mendan jiq she'r o'qiydigan odamlar jiq menimcha qadaga qo'yishni qo'rqaman, lekin aramizda shunaqa yoshlarning orasida bu iqim bor she'r yozgan, har xil yangi she'rlarni yozgan. Masalan Instagram chiqsanlar Uyghur antologiyada ba'zi yangi chiqayotgan yangi yosh bolalarning yozayotgan she'rlarini ba'zi ular o'zlarining betiga chiqirdi.
Aşağıda nurgun isıl şehirlerin tip var oldu. Biz anlap bakmayan bazı şairler, az bildiğin şairler. Yani aş belki çıkmazsa valla Instagram'da çıkmazsa tapalaydı hem. Benim məqsədim şu, bu cıxraq adam cıxraq şeirlərini özümə toplaş. Amma da özümün izlənmə torlarda. Ama yaxşı özür baksın mən dərs fərqim yox. Tamam. Ama onda bolsa ama az müzik grupnunki, What the Pakistan'ınki yeni yolla kaya qaraydı mesela. Məqsəd yeni adam izləyətamsızlar qrupunu çoğaltış üçün, başqa rollarını qılış üçün ya bulmasa tour Fransiyani Avropalarına ayrılıb müzik qoyub degəndək planlar barmı kəlgüsüdə. Muşu hazır sizlər xeyli çox bir nişanlara yatdınlar. Adamlar mağlamanda müzik qılıbdı da buna fəxrlənib bunda turnuqadək bir yerlə kiyatsızlar. Bunun keyin kiyatqan keyinki nim nişanlar var. Mən Dişizam bu qrupuna çıxan vaxtıda faqat müziklə kirişqalan vaxtın ötüşü bilən daha sonra kengayishga başladı. Ondan ko'rinishda videolarda film qilgan bolalar qiziqdi bu projektda. Biz hozir naqshlarni to'plab boshqa shaklda kengaytmoqchi. Ondan bu yilgi klassik grup 3 adam ya 4 adam undan sirti adam qo'ysak bo'lmaydi degan undaq grup emas. Shunga hamkorlashgan san'at guruhida beshida tushuntirgan vaqtida deb qo'ydim. Maqsadim shu, men hozir hech kim uqmaydi. Bo'lsa shu o'zimizning san'atkorlardan masalan ashlar bilan birga hamkorlashib boqimba. Seviyerim tuvan lekin san'at Tristan bo'ldi. Ularni qo'llanishni qo'llayotganlarcha shu maqsad o'xshamagan variantlarda muzikani qilib beqish, o'zimizning chalg'a asboblarini qo'shib, yoki elektronlashtirib, o'xshamagan shaklda muzikani ishlab beqish. Ondan shu maqsad shu o'zimizning bir xo'shallik izlash. Ondan konseptlar kelgan vaqtida shu hozir bizga sal tasavvur Parijni boshlaylik degan. Nurg'un xatarni avatimiz, sizlarga javob shu abay degandek sizlar yerlik narsalarni qilmayotgansizlar, yo'qmiz bizning kategoriyaga kirmayotgansizlar degandek gaplar bilan yo'q qo'ydi, yo'qmiz jimjitim yo'q qo'ydi. Bu ishlarda ham bo'lmaydi ekan deb o'tasak bo'lmaydi ish qilib birlikda boshqa muzika guruhlari Yevropa bo'lsin, Amerika bo'lsin anglab turyapman. Amerikalardami xili guruhlar paydo bo'lyapti hozir. Shular bilan birlashib balkim bugun pek cho'ng yoki islomsaqmi kichik boshlab kichik sahnlarni ko'rib o'zimizni mashq qo'zg'ash, kuchimizni yetishish qilib Uyg'ur she'riyatini men o'zim yaxshi ko'raman. Uyg'ur she'riyatini kengaytganman. Boshqa shu diasporadagi hozirgi zamon muzikalarni qilayotgan bolalarni qilgan bolalarga obro'ni o'qiyman, qilayotgan bolalarga rasmiy tilayman. Juda tirishib birlikda turishni hisobda. Ishqilimiz o'xshash bir guruhda Uyg'ur artist birlashmasida ashadagi kayfiyatni ko'rsam shunda suyunibman, bir xil shunda jangovar bolalar shunda g'ururli san'atchilar shunda cho'ng ishlarni planlayotgan qilayotgan. Shundan qarasam bir xil pozitiv, bir xil shunda bir xil qo'shadigan ishlar san'atchilar kelgusida xiyli umid bakan. Şu menimcha mushu o'ylashimiz haqiqatdan sanash qilib ma bu abay degandek
bizning yoshlar orasida masalan shu san'atga qiziqayotgan yo bo'lmasa shunga o'xshab qolgan ishlarni qilishga orzuyi bor bolalar ammo nim sabab bo'lsin ma kamboqal ya ma sababdan o'xshamagan sabablarni o'ziga bano qilib bir amallarda boshlamay qolgan balkim sizning boshda guruhni qurishni oldida bir hissiyotlar bo'lganda u hissiyotdan qanday o'tib boshlash yo'lga mang'algan ham aşağıdan olgan darslar bor boshlarga o'xshab anlatgan bolalar orasida o'xshash hissiyotda bo'lganlarga bir xil dars shaklda o'zining tavsiyalarini anlata olamsa o'zining shaxsiy ko'z qarashi bir ishlarda cho'ng planlanib olgan o'ziga qilgan xatolik deb tushunaman unda belki çoğun tushlarni tushab ketmayman unda çoğun sakinlarni medallarni to'shqizsam deydigan unda planim yo'q mana o'zim shaxsan o'zimga yoqadigini qancha sakna bo'lsa shuncha rahat odamlarga qancha yaqin bo'lsam ular bilan fikrlasha olsam shu manga yaqin andan material jihatlarni unda o'zimga pek chiqib qilolmayman burun qilib shu hozir o'ylab olsam uning bir javobi topildi ekan masalan muzika ma'nosi markaziy yildizi yaxshi bo'lsa quvvatlanishni unga hamon javob topib bo'ldi ekan shu bek cho'ng ishlarga eslab olmaganman to'g'ri ekan andan muzika ishlash jihatda mana turkiyadagi bir do'stim burun men xijil bo'ladim o'zim muzikalarni bunda to'rlarga chiqarishni xijil bo'ladim o'zim yaqin do'stlarimga avat beradim mana olib baq mana olib baq evet dedim bir gün şu Türkiye'deki dostum mankep Mırkamda sen bek bir işlerini kıp ahırını çıkamaysa ben sana bir hafta vakit verme bir nakşını bir şeyden başlayıp kaytadan yazıp bir hafta nakşı tüketip streaming'e çıkarıp sen aşını yakında nişan kıp bir nakşını tüketip bak dedi Digenti şu tükettim onu torga çıkarıp ettim bir aydan keyin çıkarırken onu iltimas qilib qo'ysam u do'stimning menga bergan shu vaqtdagi darsi ba'zida perfectionist qilgan ishni texnik yaxshi qila olmayman sal saqlab tursin deb vaqtni o'tkazib o'tib oxirgi kelganda chiqmaydigan ishlarni oldini olib bo'ldi ekan u oldin olgan darsim shu vaqtda chiqaryaptim hozir u naqshni olsammi shu umr manzil shu deyapti hozir umr manzilning birinchi nusxasini olsammi deydigan gapim shu mani anda qilsam bo'pti ekan bunda qilsam bo'pti ekan deyman lekin bir hisobda ashuni mening umr manzilimda bir xil chekitgan shu mani manchinchilik qilgan bu bir qoldiq bo'lib qolib qoldi ekan hozir men mayada bir xil o'zimning qanchalik olg'a manganligiga bir foydasi bo'ldi ekan shunga boshqa bolalarga unda dars beramayman ish qilib mishiyati bahramon bo'la olsa o'zining qilgan pek cho'qim pek esil qo'yaman deb kirish bilish u to'g'ri niyat lekin ashunda vaqtni keyinga o'tkazish masalan xato ekan ba'zi vaqtida tugatgan vaqt bilan qo'yib boshqa ishga o'tib andin pek cho'ng narsani eslab olmay ishni kichikdan boshlasa andin ilgirligini yaxshi ekan Şu 1000 kilometrlik safar bir qadam bilan boshlagan o'xshash to'xtab qolmasizlar to'xtab qolmasizlar oxirgi yetdi o'zimizning diasporasini qo'llayotganlar masalan shairlar bo'lsin san'atchilar bo'lsin yolg'iz aktivistlar bo'lsin bizning guruhni qo'llayotganlar nurg'un man rasmiy hayajonlikman ularni qo'llashlarini olsam shu yan bir hisobda shu o'zini qo'rqmay ichib bergan yaxshi ekan o'zini qancha boshqalar ichib bersa boshqalardan shunchalik qabul qilib bo'ldi ekan man shu tushunishga qo'shilaman masalan shu yilqi o'zim abay degandek guruhdagi boshqalar qanchalik o'zini qo'yib bersa qo'yib turib qanchalik uchuq o'ylagan narsalarni fikrini yozib qilsa boshqalarni qo'rqmay ichib shu so'zlab qolgan keyin vaqtida texmi go'zal
texmi ranglik narsa chiqdi ekan. Shu san'atiga mi shu ro'yi jihatdagi bir xil boyliqni Hmm. ko'rish qiladigan, oldin mardlikni talab qiladigan narsa. Tamam, endi bizning vaqt men qisqaygan az qoldi. Mushu eng oxir so'zlar. Instagram qanadan topalaydi, YouTube, Facebook, qaysi ilqimda Instagram handle degandek narsani seni izlab topalaydigan yan so'zlab bersam bizni ko'rayotganlarga. Albatta u fursatni qo'ldan ketdi desam bo'lmaydi. Shu hozirgacha qo'llayotganlar bor, to'xtamay qo'llashni umid qilaman. Masalan, hozir Instagramda, SoundCloudda, YouTube'da akkauntlarimiz bor. Hammasini ismi o'xshash, shu e'longa chiqqandek What the Pakistan deb plan bassa Instagramda topildi. YouTube'da davomli yangi narsa bo'lsam chiqaramiz. Ondan SoundCloud hozircha SoundCloud ishlatib turdik. Bu bekarlik ondan sınaq nusxasida muzikalarni chiqarildi. Google'da hozir What the Pakistan deb bassa asosan bizning narsa chiqib qoldim. Shu boshliqlarda ish qilib bizning diasporadagilarning yordam berishini, qo'llashini umid qilaman. Hamda muzikani zo'rlab ang'ilolmaydi, yaxshi ko'z anglisi bo'ldi. Ondan bakrak talab qildiğim başka sanatçılar bilan texno quyuq aralashish, o'zi hamkorlashib fikr almashtirish menga ma'naviy jihatdan ondan başka muzika jihati o'rganishimga olg'a minishimga foyda bo'ldi. Rahmat. Mushu u dialog bo'limiga kelib so'zlab suhbatga qatnashganga ko'p rahmat. Mushu qurilishniki What the Pakistonning qurilishini hikoyalanib, o'zining san'atkorning ko'z qarashidan qanday ilhom olish, o'zining tarixini tushuntirib qilishga va mujahnarsini o'rganib, texmo safaringa qiziqyapman. Bizning ko'rayotgan mehmonlarimiz buni o'xshash hissiyot bilan deb o'ylayman. Ammo bugungi u dialog bo'lim mushada oxirlashgan bo'ldi. Bizning mukammal turg'unga ko'p rahmat. Shu What the Pakistan'da so'zlagan o'xshamaydigan platformalarga erishishni unutmanglar. Men bugungi riyosatchi Kavsar Kurash. Hammalar ko'p